Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Mushu vaqtingiz xayrlik bo'lsin. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, Abdurup Maqsum, Ziya Samadi, İsa Yusuf Olibtekin, Hüseyin Qari İslami, General Muhammed Rıza Bekin, Ahmet Egamberdi, Gulamiddin Ahmed Paxta, Yusufbek Muxlisi qatorliq ko'plagan milliy ustozlarimizning va chet ellarda faoliyat elib berayotgan butun Uyg'ur tashkilot rahbarlarining qatnashishi bilan 1992-yili 12-oyda İstanbulda chaqirilgan tunji navbatlik xalqaro Sharq Turkiston milliy qurultayida e'lingan qarorlarning bir moddasida Xitoy xalqi bizning dushmanimiz emas, bizning dushmanimiz bo'lsa, vatanimiz Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan va Sharq Turkiston xalqiga putmas, tugumas baloyi ofatlarni elib kelayotgan mustabid kommunist Xitoy hokimiyatidan iborat deb ko'rsatilgan. Shundan buyon chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari va siyosiy faoliyatchilarimiz ayni chog'da milliy ustozlarimiz tarafidan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq umumiy bayonnomasining va irqiy ayirmachilikqa qarshi turish xalqaro ahdnomasining prinsiplariga mos holda olgan mazkur tarixiy qarorning ro'yiga amal qilib, xalqaro sahnalarda kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi kurash qilayotgan Xitoy demokratik kuchlari va Xitoy tadqiqotchilari bilan belgilik doira ichida dialog o'rnatib kelmoqda. Dünya Uyg'ur qurultayining uyushtirishida bu yil 25-aprel o'tkazilgan Uyg'urlar bilan Xitoy demokratlari o'rtasidagi xalqaro muhokama yig'ini mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining qattiq hujumiga uchrab qolmasdan muhojiratda yashayotgan Uyg'urlar orasida zo'r g'ulg'ula paydo qilib kelmoqda. Ondan başqa yana Dünya Uyg'ur qurultayining tashabbusi bilan qurilgan Tayvan Sharq Turkiston jamiyatining tirishchanlik ko'rsatishi natijasida 23-aprel kuni Tayvan parlamentida 30 nafar parlament a'zosining qo'shilishi bilan qurib chiqilgan Uyg'ur do'stlik gruppasi kommunist Xitoy hokimiyatining asosli hujum nishonlarining biri bo'lib kelmoqda. Kommunist Xitoyning boshqarishidagi Yer shari gazeti 28-aprel bu vaqtda e'lon qilgan bosh maqolasida bu qitimqi Uyg'ur Xitoy muhokama yig'iniga Xinjiangni bo'lishga uringan kuchlar bilan Jongoga qarshi kuchlarning o'zaro til biriktirib elib borgan suiqasdlik harakati deb baho berdi va Dunyo Uyg'ur qurultayini bo'lsa Amerikaning iqtisodiy yordami bilan qurilgan va Jongoni parchalashga urinayotgan bo'lgunchi tashkilot. Hozir bularning qora qo'li Tayvanga so'zildi. Tayvandagi bölgünchi kuchlar bilan til biriktirib, Tayvan parlamentida atalmış Uyg'ur do'stlik guruhini qurib chiqdi. Ularning tub maqsadi Jongo kommunistik hokimiyatimizni og'dirib tashlash va Jongodagi har millat xalqining ittifoqligini buzishdan iborat deb ko'rsatildi. Ondan başqa yana bu qitimqi Uyg'ur Xitoy suhbat yig'inida ba'zi Tayvanliklar va Xitoy demokratlarining vatanimizning nomini Sharq Turkiston deb atishi va Amerika, Kanada, Gollandiya va Angliya qatorliq davlatlarning Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb qabul qilgan qarorlarini to'liq qo'llaydiganliklarini ifoda qilishi kommunist Xitoy hokimiyatining qattiq aloqasida qilgan nuqtalarning biri edi. Ondaqda Dünya Uyg'ur qurultayining bu qitim Xitoy demokratlari va Tayvanliklar bilan suhbat elib berishdagi tub maqsadi nima? Tayvan Sharq Turkiston jamiyati va Tayvan parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining asosliq nishoni nima? Bu nazik masalalar haqida sizlarni yanada tafsiliy tushunchaga ega qilish maqsadida bugungi suhbat programmamizga Dünya Uyg'ur qurultayining muavin raisi doktor Erkin Akram bilan Dünya Uyg'ur qurultayining Yaponiya va Pasifik rayonidagi xizmatlarga mas'ul alohida vakili Ilhom Mahmud apandilarni taklif qildik. Hurmatli ustozlar, programmamizga xush keldinglar. Hoş bulduk. Rahmat. Hurmatli doktor Erkin Akram apandim, Dünya Uyg'ur qurultayining uyushtirishida 25-aprel kuni o'tkazilgan Uyg'urlar bilan Xitoy demokratlari o'rtasidagi xalqaro munozara yig'iniga siz riyosatchilik qilgandingiz. Qurultayning bu navbatdagi yig'inni chaqirishdagi tub maqsadi nima? Oldi bilan mushu yig'in haqida biroz ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Hamda birinchidan bu Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan Xitoy hamda burun Manchurlar ishg'ol qilgan bo'lsa-mu, uningki varisi bo'lgan Xitoylardi. Xitoy hukumatiga xizmat qilayotganlar Sharq Turkistonda ishg'olchininki yordamchisi bo'lib ashad ishlayotdi. Shuningga bu ishg'olchi Xitoyga qarshi Xitoy bilan aralishish lozim, Xitoy bilan taqalish lozim, Xitoy bilan taqabul turish lozim. Yani obyektini yo'qitib qo'yib, boshqa yerdan dushman izlashning hojati yo'q yani. Birinchisi bu. İkincisi bu Xitoyning ichidan agarda hamma Xitoyni dushman qilib olsak, bu vaqtida Xitoylar bir butun bo'lib bu da'voga qarshi chiqadi va o'zlari bir butun bo'lib oladi. Buningdan bir qism Xitoyni yenimizga olalish lozim buni. Yani bütün Xitoyningki bu birlikda bo'lib olishining oldini olishga to'g'ri keldi. Yani bu siyosiy san'at jihatdan buni qilishga to'g'ri keldi.
Yani bu siyasi talepten tüpeyli, yani dava yükseldi, dava halkaravileşti ve mürekkepleşti başladı. Hem de davanı ilip biriş için yalgızla bizninki kılıp kelgen eneni faaliyetler yetmeydi. Hem de ilmi siyaset kıldığan vakti geldi. Şununla bu vaziyetninki talepliğe karşı bir siyasi hareketke uçuşqa doğru keldi. Hem de Xitayninki bisimininki güçlenişi ve Xitayma özünün taraftarlarının yığışıga karşı bizma davanınki yükselişi ve halkara vaziyetninki mecburiyeti bile bu yığını ilip biriş kerek boluvatıdı. Ama bu kurultaynınki yeniden kılıvatkan bir yığın emas bu. Misalıga 2013'te 3. ayda Cenevre'de bunda bir yığın içilgan. Şu vaqtida kurultaynınki sobiq reisininki chaqirishi bilan bu amallaşgan. Misaliga 2014ninki 7. ayda sobiq Dünya Uyghur Qurultay reisi Amerika ovoziga so'z bergan vaqtida Xitoy hukumati bilan dialog quramiz deb uni aniq degan. Hem de o'xshash yilning 12. ayda yana mush Amerika ovoziga nutq bergan vaqtida yana mush gapni, ya'ni Xitoy hukumati bilan dialog qurish kerak deb. Şundaqla bu 2016'da Paris'te içilgan kurultayninki vaqtida yine Amerikan ovoziga söz bergan sobiq Dünya Uyghur Qurultayının reisimi, yani Xitoy hukumati bilan dialog quramiz, yani sohbet qilamiz deganni talab qilgan. O'xshash yilninki 9. ayda shuni degan. Demakchi bo'lganim, yani bu xil Xitoyni qayirib qo'yib, boshqa yerdan bir dushman yoki obyektni izlash to'g'ri emas. Shunga qurultay bu Xitoylar bilan bunday yig'in ichish, suhbat qilish bu yengil narsa emas. Yani burundan tortib kelgan narsa. Chunki bu bir siyoset. Siyoset degan vaqtida mushtaq bo'ladi hamdi. Hissiyot jihatdan balki bizning xalqimiz qabul qilolmaydi bu Xitoyni. Ama siyoset jihatdan bunu qilish hamda bir mecburiyet. Bu hamma devlet, hamma cemiyet için o'xshash narsa. Çünkü ishni hal qilish uchun ba'zan siyosiy san'atni ishitish lazım. Bu bir uslub meselesi. Maksat o'zimizningki ahvolni bu Xitoyga tushuntirish ve Xitoyninki ko'z qarashini ilish ve shundaqla Xitoyning Uyg'ur davosiga, Sharq Turkiston davosiga qarshi to'g'ri tushunishini ve to'g'ri tushunmasimi bizma sizlarni to'g'ri tushunmaydigan degan uchurlarni berishdir. Çünkü bu karşılıklı bir bunda bir sohbet bo'lmasa, ertügün bu çoğun vaqa chiqqan vaqtida bunun aldığını ilişme qiyin bo'lib qoladi. Hem de biz Xitoyninki zulmiga qarshi, Xitoyninki qirg'inchilikka qarshi kurash qilyapmiz, ama biz bir ırkçılık bir siyasetini ilip basak, dünyada hazır yaratkan bir vaziyetten mahrum kalımız ve bizni qo'llaganlardan quruq kalımız. Şununla Xitoy o yamanlıqni qilgan bo'lsa, biz qilmaslik lazım. Yani ırkçılık bir ko'z qarash bilan emas, siyosiy bir ko'z qarash bilan bunday masalalarga arilish lazım deb o'ylayman. Ko'pdan ko'p rahmat hurmatli doktor Erkin Akram muallim. Endi hurmatli İlham Mahmud efendim, bilishimizcha siz Tayvan Sharq Turkiston jamiyatining qurilishida bo'lsin yoki Tayvan parlamentidagi Uyg'ur do'stlik guruhining qurilishida bo'lsin, nihoyatda muhim rol o'ynagan shaxslarimizdan biri. Sizce Tayvan Sharq Turkiston jamiyati bilan Tayvan parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining yetmoqchi bo'lgan asosli maqsadi nima? Mushu haqida o'zingizning qarashlaringizni bayon qilib o'tgan bo'lsangiz. Burada Tayvan ve Şarkı Türkistan cemiyetinin kuruluşu hem de Tayvan'daki şu parlament grupsunun kuruluşu, bununki aldığından bulanın hazırki maksidi bunun da kiyinki kımak yoga hizmetini konuşturuşunu aldı da aldığından biz bununki tüzülüp çıkış ak görünüşünü köpçülük gibi yetkizmiş doğru gibi. Bu Tayvan'daki Şarkı Türkistan cemiyeti, bu cemiyetin azaları bilen, kuruluşlar bilen ben en destekte şu Tayvan'daki nurgun meseleleri hem de Xitay'daki Tayvan'ga boğatkan besimlerinin güçlükiydi. Tayvan'dakiler bu eğmezden özünün müstakilliğini izdavatkanlığını şu Japonya'da şu faaliyetlerine katılış
jarayonida ko'pchilik Tayvanliklar bilan tanishdim. Hamda bular bilan yaxshi munosabat bo'layotgan yaponlik do'stlar bilan uzun muddatli do'stlik munosabatimiz bo'lg'achqa bular meni bir Tayvanga bir berib hamda ahvollarni ko'rib ular bilan bir do'stlik qurishimga bir taklif bergan lekin 2011-yili 10 oyda men tunji qatim Tayvanga bordim. Hamda shu chaqda borganda ham Uyg'ur masalasi uchun kuch chiqarganligini ifodalagan Tibetliklar guruhi necha 10 yillardan beri Tayvanda nihoyatda iltizini cho'nqurlashtirib, Tayvanda nurg'un faoliyatlarni olib berib, Tayvanliklarga Tibet masalasini nihoyat yaxshi bir tanishtirgan bir vaziyat ekan. Bularniki tanishtirishi hamda o'zimizniki o'sha Tayvanliklar Yaponiyaga kelgan do'st bo'lgan insonlarni izlashimiz. Shu orqali ularniki Uyg'ur masalasini Tayvanda bir keng doirada tarqatganlar. İrada bağlaganligini hamda bu masalani ko'plagan sohalarga bir yaymaganda Tayvanda Uyg'ur masalasi, Tibet masalasida bir tanilmaydigan. Shuning uchun azroq bir musobalarni basish kerak ekandik. Shuningdek, eng dastlabda tashkilot qurish qaraganda Tayvanliklarga bu masalalarni tushuntirishning eng muhimlari. Shuning bilan mening ikkinchi qatim Tayvanga berishim shu do'stlarniki o'rinlashtirish bilan Tayvandan bir 8 shaharga berib, shu sayyora Tibet, Uyg'ur, Mo'ng'ul 3 millatdan 3 vakil chiqib bu 8 shaharda her sohadagi insonlar bilan shu her millatning biz Xitoyniki besimi ostida qirg'inchilik ostida qolib qolgan millatlarning hozirgi ahvollarini tanishtirib ular yetkazgandan keyin ular nurg'un bo'lmasa shu Uyg'ur Tibetlarning beshi kelgan kunlarning o'zlariniki shu 1947-yili Tayvanda Tayvanliklar bilmaydigan Tayvanlik yo'q bir fojia yuz berganki 28 fevral voqeasida uni xotirlaydi ekan hozirgacha. Shu voqea o'zi Kuomintang hokimiyati Tayvanga kelgan chog'da ular xo'shalik bilan qabul qilgan. Lekin Kuomintang'niki bu Qo'shqin askarlari yoki bo'lmasa ishga yaramagan askarlari dastlabda Tayvanga kelgan bo'lg'achqa bu Tayvanliklarni bulang-talang qilish shu bular oxiri taraqqiy qilib hattoki Tayvanliklarni bekatlarda, ko'chalarda xohlagancha etib o'tirish o'shuningcha taraqqiy qilgan. Bu narsa bizning eng yaqin 5-iyul Urumchi voqeasi ko'z oldimizga keldi. Iroqda desak 1949-yilga keyingi Xitoy hukumati, kommunist hukumati kirgandan keyin bizga qilgan qirg'inchiliklarda hech bir farqi yo'q. Mush taraf o'xshash taraflarni bular bilan o'rtoqlashgandan keyin bularning o'ziniki o'shqil ahvolni bularga yetkazish orqali ularni esiga solib turib bizning masalamizni ularga yetkazganda ular bizning masalamizga tag'in qiziqib bu bir turkum kuchlarniki Xitoyga tag'in kuchli qarshi mustaqillikqa tag'in kuchli irodasini kuchlanagan. Hamda bu masala orqali Uyg'ur masalasini ularning kelgusida Uyg'urlarning qo'lda kelgan chog'da Uyg'urlarga bir yordamda bo'la oladigan bir kuch bo'lganligini o'zimiz yetkazdik. Çünkü bu faaliyetni o da 10 yıl qilgandan keyin oxiri 2019-yili nihoyat keng ko'lamda bir faaliyet elib berib shu lager shoirlaridan Gulbahor Jillova xonimni Tayvanga ben ekilib u yerda hamda bu ko'zgarma bu guvohlik berish maydonlari hammasi davlatlik 28 fevralni xotirlash sarayida o'tkazildi. Yani bu bağlanışlarda
Tayvanliklar bizi nəhayət köp güç çıxardı. Hem Tayvanliklerin hazırki mezgilde bunları güç çıkarışı da yani Tayvanliklerin uxlab qavatqan Tayvanliklerin, cahil Tayvanliklerin uygun iş için, Uygur meselesini işletiş. Hem de bula uyğanğandaki kelgisi de kirek olganda halkarada Uygurlar için söz kılış. Bu şu maksatlarını nişan kılıp bu Tayvan Şarkı Türkistan cemiyeti kuruldu. Destekte o Tayvan Uygur cemiyeti de kuraydı da uygulan bırak. Tayvan'da Uygurlarına ait azlığı emrimiz ayan. Hem de Şarkı Türkistan diyen namını Tayvanlıklarga takımı sığdırış yani. Tayvanlıklarning özünün fikri şu bu başka bu hizmetni şular kıldığı için bununla ben pek çok karşılık göstermedim. Şunu olan Tayvan Şarkı Türkistan teşkilatı kuruldu. Bularning nişanı Uygurlarning teşvikatını kılıp Uygurlarga hissdaşlıkni kengaytirish arqali özünün adamlarini uyg'otish. Hem de parlament grupusu kelsek, parlament grupusu mu aslında hali baldırla kurulup olduğun bir grup idi. Lakin bu şu Xitay virüs sebebinden bu işkeylik sürülüp gitti. Lakin bununla reis olan reisi Lin Changzhuo ayın bunu keynek sürüsü bulmaydıqanlığı çünkü bütün dünyada her devletlerde Uygurlarniki şu kırgınçılık degen nersede Uygurlar kırgınçılık uçkaç degen kararlarını ele atqanda Tayvan'ın parlamentleri bunda yetivası bulmaydıqanlığı oturup koyup tizdim o şunu kıversek yani keyin tebrikleşlerini keyin Dünya Uygur Kurultayı'nın rehberlerini çağırıp ekip kısak degende boludu dedim. Elbette qancha tez olsa shuncha yaxshi degan niyatda. Endi Tayvan parlament gruppasining nishoni nima degan vaqtida o'zlari Xitoyniki mushundaq cho'ng besim ostida turayotganligi. Xitoyning Tayvanni pesvasi bir davlat ichki tuzum degan bir yolg'on gap ekanligi. Agar xalqaro Tayvanning masalasini tashlab qo'ysa Tayvan ama bir gün Uygurlarına mı şu günü kap kaldıqanlığı enik ekenligi. Bu da bir dertli Gomindan okşumagan bir ideyelik bir partiyadan bir qatim köygənligi. Hem de bu okşumagan bolsunmu bularning qilayotgan ishlarining o'xshashligi. Şunlaşqa bütün xalqarada Uygurlar için ovoz chiqarib, o'zini qo'g'dab qilish. Uygurlar bilan bir saf turish. Manguga. Shuningdek bilan özara dünyada özara birbirimizni qo'g'dash, birbirimizni qo'llash orqali birbirimizni qo'g'dab qilish yoki bo'lmasa birimiz yetmoqchi bo'lgan nishonlarga tang kuch chiqarish degan niyatga yetish bu qatimda parlament do'stlik gruppasiniki qurilganliginiki asosiy maqsadi ham bundan keyingi nishoni. Ko'pdan ko'p rahmat, hurmatli Ilhom Mahmud apandim. Hürmetli Doktor Erkin Ekrem efendim, yuqorida İlham Mahmud efendim, Tayvan xalqining tarixdagi tragediyalik keşmişiga, Sharq Turkiston xalqining hozirgi echinishli qismatini bog'lab turib, Tayvan xalqining uyg'otayotganligi va Tayvan Sharq Turkiston jamiyatini shu xalqni uyg'otishga turtki bo'lish uchun qurib chiqqanligi va shu asosda xizmat qilayotganligini aytib o'tdi va Tayvan parlamentidami agar Xitoyning u yerga qora qo'lini qilib qolsa, hozirgidek Tayvan xalqining irodasi bo'yicha bir holatda yashamaydiganlik bir prinsipni o'tirib qo'yib, taqdirdoshligimizni cho'r degan asosda Uyg'ur davosini anglatayotganligini aytib o'tdi. Siz yuqoriga bu Ilhom Mahmud apandimning qarashlariga qanday qaraysiz? Mushu haqida sizning fikringizni anglab boqqan bo'lsak. Tabii İlham Efendi bu işinin işçide boğaçka hem Tayvan Şark Türkistan Cemiyeti olsun hem de Parlamenter Uygur Dostluğu grubu olsun. Bularning başdan ahırıgacha yüzü boğaçka tabii tepsili tekimi yaxşı biladi. Ama bir yerde misalga G'arb devletlerde Şark Türkistan ve Uygurlarni qo'llaganlarning arasında mandaq adamlar var. Misalga vicdani ve ahlaki jihatdan. Çünkü Xitoyning qilmishligidan
tüpeyli vicdanını çıdımaydıgan adamlar var. Toktaptı bununla karşı çıkış lazım deydi anlaba. Onundan başka bu G'arbninki kıymet qaraşları var. Bu kıymet qaraşlarga sahip çıkışga toğru keldi. Çünkü Xitayninki hazır 21. əsrdə bir millet, yani bir milletinin yo'qotishninki siyasetini icra qılıvatqaşqa ve bu Xitayning qilmishliklari bu G'arblarninki kıymet qaraşlarga mos kelmagachga qarshi chiqyapti. Misalga bazı Hristiyan cemaati, bu Yahudi cemaati degandek. Onundaki G'arb devletlerinki hükümet bolsun, meyli NGO'lar bolsun ve insan hakları teşkilatı bolsun, hemsi muşu cetten karşı çıkmadı. Hem de siyasi cetten biz zaten körüvatımız. Bence Tayvan'da mı muşundak hıl sebepten tüpeyli, muşunda bir parlamenterlerninki teşkil tapkan, muşunda bir grubun kuruşunun içinde, muşunda düşünce boğanlama bağ dep oylaymamdı. Çünkü Tayvan devamlı Xitayninki bisimli aslında. Siyasi, iktisadi xavfsizlik devamlı bir tehdit yaratıp turvatıdı. Bular hem de şu Amerika ve Japonya bizge qarab kılamiki dep kütüşninki koydu ama hazır hem de şu üzümüzme karşı çıkmasak, üzümüzme takabul turmasak bolmaydı ki degen yer geldi. Bulupma kinki şu bir işgaydan beri iradesini köstüvatıdı. Biz şu ahırgacha Xitayga takabul turmiz. Meyli jang başlap gelsin deb. Çünkü bundak gaplarni burun pek demetdi bular. Mevcudiyetni qo'g'dab qalayli, mevcudiyetni qo'g'dab qalayli dedi. Amerika ma mevcudiyet devam qilsin deb ashunday siyoset ilib boradi. Hozir bu mevcudiyet Xitoyninki hozirgi bisimidan tupayli buzilib ketdi hozir. Ya'ni bir narsa qilmasang bo'lmaydigan bir yer keldi. Shuningga Tayvan'da şu kinki yıllarda bulup şu yakınki bir yılın içinde Uygurlarını qo'llaydigan hareketler buluşu ve ularınki matbuatlarda Uygur meselesini anlatış ve haber bolsun, meyli analiz bolsun, bularına köperek yer birişi bu matbuaga. Bence şu Tayvanlıklarına evvel İlhan Bendim'in diginidek eğer de biz karşı çıkmasak şu Uygurlarınki taqdirga tushib qolamiz, Tibetlarninki ahvoliga tushib qolamiz deb va eng muhimi bo'lgan, yaqinda bo'lgan Hong Kongninki ahvoliga tushib qolamiz deb shunga qarshi chiqmasak bo'lmaydiki, hamda yushib beshimizni tiqvasak bo'lmaydiki degan bir yerga keldi deb o'ylayman. Ko'p rahmat hurmatli doktor Erkin Akram efendim. İlham Mahmud efendim, hem siz yuqorqi so'zlaringizda Tayvan xalqining mustaqillikqa bo'lgan qarashini aytib o'tgan bo'ldingiz. Siz Tayvanga ko'p qitim borgan bir shaxs bo'lish sifatingiz bilan Tayvanliklarning Uyg'ur milliy mustaqillik harakatiga bo'lgan tushunchasi qandoq? Mushu haqida bir fikringizni anglab olgan bo'lsak. Hadi Tayvan'da Uyg'ur milliy mustaqillik masalasiga nisbatan akademik darajasida bunga bo'lgan tushunchani aytib yaxshi insonlar bor, lekin xalq orasida texniçe bu bir kişilik hukukun dafsanchiligi. Bununla tuzitish uchun ovoz chiqarish kerak deydigan Erkin efendim so'zlab o'tganidek. Bu xil ideya asos o'rinda turdi. Biroq bu shu Tayvanniki mustaqilligini izlaydigan guruhlar bor. Bu Tayvanda bir qancha xil guruhlar bor. Mo'tadil guruhlar bo'lsa, buni kishilik huquq yoki bo'lsa dafsanchiligi buni xalqaroning vasfi shuningdek Tayvanliklarning ovoz qo'shilgandan keyin bu xil vasfning o'zgarishi deydigan. Endi yana bir qismlar bor, Uyg'urlar masalasini faqat og'izga olmaydigan, Xitoyning qilayotgan ishini, Xitoy kommunistlarining qilayotgan ishini himoya qiladigan yoki bo'lsa Tayvanning tezden Xitoyga qaytishini izlaydigan bundaq bir guruhlar. Albatta bular shu 45-yili Gomindan bilan birga kelgan askarlarning hamda hayat askarlar yoki ularning avlodlari bu guruhda ko'proq bo'ldi. Yana birisi endi Tayvanning mustaqilligini izlash uchun Uyg'urlarmi mayli, Uyghur mayli, Tibet mayli, Mongol bu Xitoyning yeri emas, hammamiz o'z oldimizga o'zimiz iyi olishimiz kerak, o'zimizning mustaqil davlat bo'lish kerak.
Boshqa Uyg'urlarniki kishilik huquq emas, mustaqilligini qo'llaymiz deydigan. Bundaq bir guruhlar bor. Akademik jihatdami yana har xil maslahatlar bo'ldi, har xil ko'z qarashlar bo'ldi, lekin asosan men deb o'tgan shu 3 xil guruhda bo'lg'achqa Uyg'ur milliy mustaqillik degan darajaga chiqib, buni tushunib yetayotgan ommaviy sohalarda u darajada yo'q emas, lekin siyosiy yo'l va akademik darajasida bunun nispeten cho'nqur tushunish va qo'llash tarafdorlari bir qadar ko'parik. Hurmatli doktor Erkin Akram efendim, 25 aprel günü o'tkazilgan Uyg'urlar bilan Xitoy demokratlari o'rtasidagi xalqaro munozara yig'inida so'z qilgan ba'zi tayvanliklar va Xitoy demokratlari vatanimizning nomini Sharq Turkiston deb atash bilan birga Amerika, Kanada, Gollandiya va Angliya qatorliq davlatlarning Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb qabul qilgan qarorlarini to'liq qo'llaydiganliklarini ifoda qilishdi. Sizce buni Xitoy demokratlaridagi bir ilgirlash deb qarashga bo'lamdi? Oxirgi so'zlaringizni elib programmamizni oxirlashtirgan bo'lsak, rahmat. Bu keyingi 20 yıldan beri demokrat Xitoylarning arasında bir ilgirlash bor. Burun misal 20 yıl, 25 yıl evvel buni qabul qilolmaydigan Xitoylar ko'pdi. Hozir buni qabul qilolmaydigan Xitoylar azayıldı. Misalga mushu 25-yillar ichilgan yig'indimi Xitoyning ichidimi, ya'ni o'zininki jamoat ichidimi shundaq urush jidallar bo'lgan. Ularni ba'zilari Sharq Turkistonning mustaqilligini qabul qilolmaydiganligini va Xitoy hukumatiningki qilgan zulmning yomon bo'lganligini qabul qilgan taqdirda Sharq Turkistonning mustaqil bo'lib bir davlat bo'lishini xohlamaydi. Shuningga bu Xitoylarningki chet eldagi demokrat Xitoylarning orasida hammasi o'xshashlar bir yurakda emas, ammo budaqa yig'in qatnashganlar hammasi mushu chet eldagi Xitoylarningki oldi septikilar. Bular Sharq Turkistonning tatiyotgan bu zulmni tanqid qilishi va shundaqlar Sharq Turkiston mustaqil bo'lish haqqi bo'lganligini qabul qilishi buma cho'ng bir ilgirlash deb bilaman. Agarda biz yana tirishadigan bo'lsak, yolg'izlar bu Xitoy emas, ya'ni qolgan ba'zi bizni yaxshi bilmaydigan millatlarni qoyil qilib bu holiga akagili bo'ldi. Yani bizni qo'llaydigan bir halga ekilishdi. Misalga bundaq yig'inlarni Tibet va Xitoy, Mo'ng'ul va Xitoy bundaq dialog yig'inlari yomon ko'p. Aslida Uyg'ur bilan Xitoylar arasında, Sharq Turkiston bilan Xitoyning arasında undaqchiq emas. Aslida buni ko'paytirish lozim, ammo xalqimizning bir qismi buni to'g'ri tushunamagashga, bu tiz o'zgarayotgan xalqaro vaziyatda bu ish kechikib kelyapti. Biz aslida nurg'un Xitoylarni bizningki tarafga Tatalısa Xitoy hakimiyeti yani Beijing hükümeti bir yerde aciz kaldı. Xitoy hükümetinin ki yani Komünist Xitoy hükümetinin kıldığı işimi teşvikatını yaxşı kıldı. Yani bizni şeytanlaştırıp bizni umumi Xitoyning düşmanı halık ekilip durup Xitoyning birligini qo'g'daydi. Aslında biz Komünist Xitoy partiyinin ki bu oyunlarını bozuş lazım. Hem de Xitoy xalqiga qarshi bizmi irqchilik qilsak bo'lmaydi. Şununla biz hem siyasi cihetten hem bu hürmet qarashlar cihette bozma ve maqsadimizga erishish uchun bu ilmiy siyosetni ilib berish va mecbur. Eğer de asan bo'lgan bo'lsa, bu davaning ishi bizga qolmadi. 130 yıldan beri qiynalib qilyapmiz, nurg'un odamlar shahid bo'ldi. Shununla buningdan keyingi yo'llarda biz yolg'izlar Xitoy emas, buningdan Tibet, Mo'ng'ul, Japon, Tayvan degandek Xitoyning qo'shni davlatlarini hammasini yenimizga tortish lozim. Qanchalik jiq do'stni tota olsak, Xitoy shunchalik yolg'izlashadi. Xitoy qanchalik yolg'izlashsa, biz shunchalik futolaymiz. Hurmatli ustozlar, yuqorida bergan qimmatli ma'lumotinglar va alayda vaqt ajratib bugungi suhbat programmamizga qatnashganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman, rahmat sizlarga. Men rahmat aytaman. Rahmat aytamiz, rahmat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi Uyg'ur ovozi suhbat programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qaytamliq programmamizda ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar, xayr xo'sh.